Assalomu alaykum hurmatli insta do'stlar, qadrli makler Shimboy kanalini baqlab boruvchi aziz do'stlar. Kunlaringiz omadli hamda keyinli o'tib tilab qolamiz. Shimboy qalamizning qahva rayindamiz. 4 yo'l qarajo'ga oстановка bo'lajag'imiz Adayeva ko'cha bo'ladi. 5 etaj, 3 etaj domlarni yaxshi taniysiz. Yaxshi qurilgan, tasvirlardan qalangan. Domimizning oldingi ko'rinishi bo'ladi, mineki zo'r. Domimning oldingi ko'rinishi bilan bir tanışıp шығың, video baqlavlar, kameralar ko'rib turganingizday, mashina qo'yu o'rinlari, non jabu o'rinlari, balalar maydonchasi barlig'i super ideal etib solingan. Ortiqcha maqtovlardan keragi yo'q. 3 etajli domning 2 etajida 2 xonali kvartira sotiladi. Бағасы 120 million. Kelsemiz, qaytamiz, savdolasamiz degan zat ketib o'tiribdi. So'raysiz, kelesiz, shunday janajan 2 qo'ngsingiz bo'ladi. Videoning so'nguna дейін ko'ramiz. Videoni ham bo'lsa bir like bosib ketamiz, kommentariyaga o'zingizning fikrlaringizni qoldirasiz. 120 million kelsemiz, qaytamiz. Ayrim zatlari sizlarga sovg'a hisobida taslab ketiladi. Uyimizning mehmonxonasi zo'r. Shaxsiy qimmat lyustralar, qimmat tavoylar, natejniy potoloklar, abalondan 12lik shaxsi bir konditsioner. Baqasin kelsangiz, buni da olib qoling deb o'tiribdi. Shaxsi uy. Bizning krediti bo'ladi, davom ettirib ketuvingiz kerak. Tozalik buni bo'ladi. Yoki royaldan suv chiqishlar tozalik bunida shunda shaxsi. Shataxxonasini e'tibor beramiz. Shataxxonasida keng, ajoyib so'zatlarda uy egalari o'zlari bilan birga olib ketadi. Sovg'a hisobida kelingan zatlar ekan, taslab ketmaydi bularda. Biroq sizlarga taslab ketadigan zatlari barchiliq. Shaxsi materialdan zo'r etib ishlangan usunday ko'kuniy mebellar sizlarga sovg'a hisobida taslab ketiladi. Ekonomga zo'r konturli kotel bo'ladi. Domning oldingi taraflari juda zo'r. Joyni sotib olish uchun tomondagi nomerlarga baylansamiz. 120 million kelsemiz, qaytamiz. Sizning krediti bo'ladi, bemalol telefon etasiz. Kelsemiz, qaytamiz degan gap bo'lib o'tiribdi. Makler Shimboy kanalini maslahatlaymiz. Arzon joylarda hamda arzon imoratlarda topib beruvda davom etamiz.